o'pka zararlangan bo'lsa, yurak обязательно zararlanadi, chunki u uni o'rtasida. Shundaylar, unga ta'sir qilmay qolmaydi. O'pka travmali bolachalarning yuragi hammasida taxikardiya bo'ladi. Yurak tez-tez uradi. Shundaylar. O'sha taxikardiyadan lecheniya olib yotishadi bolalar. Kecha kelgan patsientlarda ham bo'ldi shunaqa o'pka travmasi bor ekan, buvisi olib keldilar. O'pka travmasi bor ekan buvisi. Mana shunday mamta qattiq bo'lib turibdi. O'shaning uchun yelkalarini qarang, yelkasi yog'li mamlaqa turibdi qizni. Podrostok qiz yelka mamlaqa hali ko'krak chiqmagan, lekin mana bu ko'krak qafas tepaga chiqib qolganda, mamta bundoq qattiq turibdi. Bunaqa ishkani yo'q, unaqa katta ishkani yo'q. Lekin yelka mamlaqaligidan ma'lum o'pka travmasi bor. Kislorod голодание bo'ladi, bunga havo yetmaysa, shunaqa bo'ladi. Mana hozir ham yetmayapti. O'shaning uchun olib keldim oldingizga. Deyaptilar. Keyin bundoq qildim, yuragimda ushlasam, duk tez uradi. Taxikardiyasi ham bo'lsa, to'g'ri aytyapsiz deb oylar aniq qilyaptilar kecha. Ko'rdingizmi?